Ana qizlar, bizani bo'g'irsog'imizda 36 haftalik bo'lganlar. Endi sizlarga bitta informatsiya berib ketmoqchiman. 36 haftalik bo'lgan bolajonimizda bizni nima tekshiruvini o'tkazishimiz kerak bo'ladi degan savol bo'ladi. 36 haftalikda ayollar uchun eng zo'r tekshiruv bu mazok analiz bo'ladi, ya'ni stafilokokka. Pasta stafilokokka tekshirish, ya'ni tabiiy tug'ruq yo'li bilan tug'adigan ayollar uchun informativniy bo'ladi. Sheykamizning mikroflorasi qancha toza bo'lsa, tug'ruq yo'lidan bolajonimiz ko'zini ochyaptilar, shuncha sog'lom tug'iladi. O'sha uchun maslahatim, tug'rug'i yaqinlashgan ayollar 36 haftadan boshlab analiz mazok topshirsanglar, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Kelishdikmi? O'sha joylariga e'tiborli bo'lasizlar. Shunda bizani